Endi mana bu telefon maktabga mumkin emas ekan do'stlar. Shunaqa ham bir shok yangilik bo'ladimi deb hech qachon aytmasam kerak. Xullas, maktabda mumkin bo'lgan 10 ta narsa, mumkin bo'lmagan 10 ta narsa. Faqat siz do'stlarga maksimal yuborib, jigar uyatan bo'lib ketdi. Shuncha payt obuna bo'lmadingiz. Bu safar obuna bo'lish vaqti keldi. Sizga ishondim lekin. Rahmat. Davay jigarlar, mumkin emaslardan boshlaymiz a. O'g'il bolalarning sochi 3 cm dan uzun bo'lishi mumkin emas ekan. Dars paytida telefondan foydalanib o'tirish mumkin emas ekan. Qizlarga tizzasidan baland yubka kiyish, kalta yubka kiyish mumkin emas ekan. Soqol qo'yib kelish ham mumkin emas ekan. O'g'il bolalarga remontga, kitob, har xil hashar va alobatlarga pul yig'ish mumkin emas ekan. Sababsiz maktabga kiymaslik ham mumkin emas ekan. Qiz bolalarga qo'l tirnoqlarini bo'yab kelishi, mumkin emas ekan. Ustozlar o'quvchilarni urishi mumkin emas ekan. O'g'il bolalarga shimning uzunligi to'pig'idan baland bo'lishi mumkin emas ekan. To'pig'idan tushib turish kerak ekan, Tugmaning mana bundan boshqalarini ochib yurish, tepadagi faqat bittasi ochib yurish mumkin ekan. Mana men ikkita ochib olganman-ku. Sizlarga bittasi mumkin ekan, qolganlari yopiq bo'lishi kerak ekan do'stlar. Ana endi sizlarga yoqadigan mumkinlarni o'qiyman, lekin boya kelishganimizdek tirslab obunani bosib qo'ying. Bundan ham foydali kontentlar hali oldinda. Telefon olib kelish mumkin ekan maktabga, Tanaffus payti juda ham zarur bo'lib qolsa, ota-onasi yoki yaqin qarindoshlari bilan o'quvchi gaplashsa bo'lar ekan, mumkin ekan. Krossovka mumkin ekan. Kalta paypoq mumkin. Yoqayapti, obunani bosib, jigar, obunani bosib qo'ying, jigarti. Qizlarga shim kiyish mumkin ekan, faqatgina qish fasli oylarida. Zo'r. Mana bunaqa sumka, kalta sumka bor-ku, faqat o'quv qurollari, daftar, kitoblarni sig'dirishingizga majbur ekansiz, mumkin ekan. Soat любой insonga mumkin ekan. Ko'ylak tishimdan chiqarib-chiqarmaslik, chiqarish mumkin ekan do'stlar. Va qizlar makiyaj qilishi mumkin ekan, juda ham bo'rttirilmagan holatda. Nechta makiyaj qilsalaring bo'lar ekan, bilinmas. 10-si nafas olish mumkin ekan. Nafas oladigan sinfdoshlaringizga yuborib, endi obuna necha marta aytdim endi. Obunani bosib qo'yinglar.